Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Al-Vecd manzilasi. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sengagina ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz. Al-Vecd nima? Qalbda sun'iy emas, tabiiy suratda o'z-o'zidan paydo bo'ladigan shuur, his, tuyg'u al-vajd deyiladi. Qalbda sun'iy, iskustvenniy emas, tabiiy suratda o'z-o'zidan paydo bo'ladigan shuur, his, tuyg'u al-vajd deyiladi. Yana aytiladi, al-vajd qalbda chaqmoq kabi bir chaqnab, yoltirab, so'ngra tezda so'nib qoladigan his, shuur. Ma'ruza eshitasiz, ko'zingizga yosh keladi. Tilovat eshitasiz, ma'nosini tushunmasangiz ham qandaydir ko'zingiz yoshlanib, qalbingiz erib ketadi. Keyin to'xtab qoladi. Mana shu al-vajd. Yana aytiladi, al-vajd bu qalbda paydo bo'ladigan muhabbat, ishq va ulug'lash kabi his tuyg'ularning natijasidir. Al-vajd so'zini birodarlar arab tilida 32 ta sinonimi bor ekan. Al-vajd so'zini 32 xil ma'nosi bor ekan. Insonning qalbidan kechadigan his tuyg'ularning 32 xil ko'rinishi. Shularning ichidan 5 tasini tanlab olsak, o'shalarni umumiy o'z ichiga oladi deymiz. Birinchisi ishtiyoq. Tushunamiz ishtiyoq nimaligini. Ikkinchisi hanin, sog'inch. Uchinchisi shag'of, qattiq muhabbat. Yusuf alayhisalomni sayyidasi zinoga taklif qilganida ana shu Misrning zodagonlarining ayollari uni ishidan xabar topib, qod shag'afaha hubba deyishgan edi. Ha, quli yuragidan urib qopti-da deyishgan edi. Shag'of, qattiq muhabbat. To'rtinchisi ishq. Ishq tushunarlik. Beshinchisi rog'ba, xohish, ishtiyoq. Mana shu narsani hammasini qo'shsangiz al-vajd bo'ladi. Demak, juda ham keng ma'noni o'z ichiga olgan so'z. Al-vajd saodat shuurlari. Din deganda birodarlar biz nimani tushunamiz? Aqida, ibodat, axloq, muomala, amr va nahiylar. Endi haqiqiy din deganda biz shularga qo'shimcha ravishda yana shuurlarni ham tushunishimiz kerak. Inson robot emasda, inson iskustvenniy intellekt emasda, hamma gapingizga cho'tki javob beraveradi, lekin unda his tuyg'u yo'q. Qanday shuurlar? Mo'min banda his qiladigan shuurlar. U shunday his tuyg'u shuurlarki, ular tufayli mo'min baxtli bo'ladi. Banda Allohning roziligiga qarab yurib borar ekan, mana shu sayrida bu shuurlarning ahamiyati juda ham katta. Agar mana shu shuurlar bo'lmasa, mo'minning qalbiga saodat olib keladigan shuurlar bo'lmasa, din faqat ma'lumot, jasad bilan yotib turib qiladigan amal, fikr, tushuncha, saqofat bo'lib qoladi. Agar bu shuurlar bo'lmasa, ma'qulmi? Faqat uni musulmonligi shakli bo'lib qoladi xolos. Din odamlarni qiynaydigan quruq amallarni o'zi bo'lib qoladi xolos. Mana roza tutyapmiz. Shu shuur bormi, yo'qmi? Chanqadingiz, saratonda roza tutganda qiynlandingiz, tomog'ingiz quridi, holingiz quridi, quvvatingiz ketdi. Lekin ichingizda shuur bor. Men bu qiyinchilikni Alloh uchun ko'taryapman deysiz, mana shu qiyinchilik sizga rohat beradi. Mana al-vajd nima? Hozir qilmayapmiz, a? Hozir kunlar salqin, qisqa, chanqamayapmiz ham, och ham qolmayapmiz, yuribmiz, a? Lekin o'sha saratonda roza tutdik bir 10-15 yil burun. Eslanglar? O'sha paytda eslanglar-da. Uyga kirdingiz, rosa chanqab turibsiz. Suv turibdi xolodilnikda, yo bir qanday kompot turibdi, muzdek choy turibdi. Haligiga qaradingiz. Nafs nima deydi? Kim ko'rib turibdi deydi.
deganda ichingizda kurash ketadi. Yo'q, Alloh uchun qilyapsan. Ertaga Allohning oldiga borganda Parvardigor sen uchun mana shu narsalarni tashlab jonimni qiynaganman deysiz. Tushundinglarmi mavzuni? Al-vajd mo'min bandani saodatli qiladigan his, tuyg'ular, shuurlar. Ana shu shuurlar, hislar bandani Alloh tomonga yetaklaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana shu mashhur hadislari salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kimda mana shu 3 ta narsa bor bo'lsa, ana shu inson iymon halovatini totibdi. Birinchisi, Alloh va Rasuli u uchun boshqa hammadan afzal, sevimli bo'lsa. Ikkinchisi, bir kishini yaxshi ko'rsa, faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa. Uchinchisi, Alloh uni kufrdan qutqarganidan keyin yana shu kufrga qaytib qolishlikdan qo'rqsa, xuddi o'tga tushishlikdan qo'rqqanidek. Mana shu 3 ta narsa qalbida topilgan odam, mana shu 3 ta narsani o'zida mujassam qilgan odam, mana shu biz aytayotgan saodat shuurini, al-vajdni his qiladi. Iymonni ta'mi bor. Iymonni halovati bor. Ana shu narsani totib ko'rmaguncha mo'min saodat topa olmaydi. Mana sinonim so'zlar: his, tuyg'u, shuur. Ha? His, tuyg'u, shuur. His va shuur ikkita so'z. Shuur so'zi his so'zidan ko'ra afzalroq ko'rinadi. Chunki his so'zi moddiy narsalar sababli keladigan narsaga ishlatish, shuur so'zini esa ko'proq ruhiy holatlarga ishlatishlik munosibroq ko'rinar edi. His moddiy narsalardan, shuur qalbga tegishli ruhiy holatlarga ishlatishlik. Masalan, mana hozir his bilan shuurni farqini bilamiz. Mavzuga kirishdan avval bitta misol aytamiz. Mana shu his bilan shuurni farqini bilib olaylik. Savdogar 1 millionga bir molni sotib oladida, bir haftadan keyin 1 million 200 mingga sotadi. 20% foyda qildi. 200 ming so'm foyda qildi. Mana endi 200 ming foydani ko'rgandan keyin xursand, kayfiyati chog', so'zlari muloyim, yuzida tabassum, ko'zi yonib turadi. Mana shu xursandchiligini atrofdagilarga ko'z-ko'z qiladida, mana shu xursandchiligini, kayfiyatini ulashga harakat qiladi. Unga hazil qiladi, buni kuldiradi. Ha, kayfiyati nima? 200 ming foyda qildi-da. Lekin bularni barisi o'sha 200 mingni xursandchiligidan, foydani quvonchidan. Ammo bu his vaqtincha. 3 kundan keyin u xursand qilmay qo'yadi o'sha. Tushundingizmi? Yoki birov 1 yil qattiq shug'ullandi, universitetni bitiradigan yili qattiq ishladi, oliy ta'limda, yilda oxirida imtihon topshirdi, bir hafta o'tib qarasa doskada o'qishni a'lo darajada bitirganlar qatorida atib turibdi. Qizil diplom olishi aniq bo'ldi. Mana shu hafta davomida uni ham kayfiyati choq, xursand, o'zini saodatli his qilib yuradi. Ammo bu hissa ham vaqtincha. Bir kishi safarga chiqadi. Bu ham bir chiroyli, bir go'zal manzarali joyga, qo'lida yaxshigina puli bor, yonida oilasi, farzandi, hech qanaqa qo'rquv, vahima yo'q. Hammalari birga, bironta tashvish yo'q. Bu odam ham saodatni, xotirjamligini his qiladi. Lekin bu his ham nima? Vaqtincha. Demak, his moddiy narsalar orqali keladigan xursandchilikka his desak to'g'ri bo'lar ekan va his vaqtincha bo'lar ekan. Avvalgi suhbatlarimizda aytganmiz. Dunyoning bironta bir matohi sizga doimiy saodat hissi, baxt shuurini bermaydi. Aytdik-ku, pul topganda bir quvondingiz, uy olganda bir quvondingiz, keyin oddiy bo'lib qoldi. Uylanganingizda bir quvondingiz, keyin oddiy bo'lib qoldi va hokazo. Dunyoning bironta matohi sizni doimiy o'zingizni saodatli his qilishingni bera olmaydi. Endi yana bitta kishi bor. Mo'min. Bu o'zini taqvosi bilan, istiqomasi bilan Allohga yaqin bo'ladi. Pokiza amali bor, savobli amali bor va mana shu qilgan ishlari sababli iymonning halovatini, iymonning mazasini totib ko'rgan. O'shuning uchun bu odam aytadiki, yer yuzida mendan ko'ra baxtliroq odam yo'q deydi. Bu odam qarang,
ana shu savobli amallari bor va sog'lom aqidasi bor. Itoati bor, go'zal xulqi bor, uni kutib turgan jannati bor. Mana shular sababli unda mana shu saodat shuuri doim bo'ladi. Mana shu shuurlar iymon yo'lidagi motorga o'xshaydi. Mashinaning motori quvvatli yangi bo'lsa, har qancha yukni tortib ketaveradi. Agar motor quvvati ketsa, motor eskisa, zaiflasa, mashina torta olmay qolganidek, mo'min bandaning qalbidagi mana shu iymoniy shuurlar zaiflashgan sari, suygani sari din unga faqatgina informatsiya bo'lib qoladi. Mana ba'zi bir mamlakatlarga borib, diniy sohani o'qib kelgan ukalarimiz bo'ladi. Aytmayman qaysiligini. Sigaret chekadi, yalangbosh yuradi. Gapirsangiz falsafasi o'qib mullalik qilib qo'yaveradi, namoz o'qimaydi. Namoz o'qimaydi, ishonasizmi? Chunki o'sha shuur bo'lmagan. O'tirib gaplashsangiz hamma yodi biladi. Har qanaqasi siz bilan bahs qilib qo'yaveradi, lekin amalda hech narsa yo'q. Nimaga u uchun din faqatgina ma'lumot bo'lib qoldi? Fikr bo'lib qoldi? Saqofat bo'lib qoldi? Faqat kitob, ma'ruza, maqola bo'lib qoldi? Chunki ana shu shuurni his qilgani yo'q. Mana shu shuurlar insonning qalbida bo'lish kerak bo'lgan saodat shuurlari zaiflashib, pasayib ketsa, kishini dinga bo'lgan e'timodi susayib ketadi. Dindan malollanib, zerikib ketadi. Din ma'lumotlar yig'indisiga aylanib qoladi. Bunaqa quruq ma'lumotlar odamni malollantiradi, zeriktiradi, charchatadi. Masalan, bir odam Allohga bog'lanmagan holda namoz o'qishi mumkin. Nafl ro'zalar tutishi mumkin. Allohga bog'lanmasdan qilayotgan bo'lsa bu ishidan malollanadi. Studentlar, Qur'on yodlayotganlar. Agar sizlar ham Allohga bog'lanmasdan Qur'on o'qiyotgan bo'lsanglar, Allohga bog'lanmasdan Qur'on yodlab, shar'iy ilmlarni o'rganayotgan bo'lsalar, zerikasizlar. O'shuning uchun 5-kursni bitirgandan keyin darrov chiqib ketishga harakat qiladi madrasadan. Nimaga? O'sha shuurni totib ko'rmagan. Uylansa, pul topsa, telefon olsa, mashina olsa, madrasadagi o'qishdan talabalarimiz o'tiribsizlar mana. Malollanib zerikyapsizmi? Demak, shu shuurni totib ko'rmadinglar hali. Buni kayfini biz tilda nimaligini bilib ko'rmadinglar. O'shuning uchun tezroq dars tugasa, qancha oldi? Domlar ko'p gapirib yubordi. Sizlar o'tirib Qur'onni yodlayotganinglarda Alloh taolaning rahmati ustingizga yog'ayotganligini his qilyapsizlarmi? Allohning kalomini yodlashga Alloh imkon berib, yer yuzidagi 8 milliard odamdan sizga marhamat ko'rsatganini his qilyapsizmi? Alloh sizni boshqalardan afzal qilib, shu ikromini berganligini his qilyapsizmi? Taravada o'tirib malollanmayapsizmi? Qorilarimiz tekkiz ravon chiroyli o'qiyapti. Bir paradan o'qiyapmiz mana. Shunda ham malollanib ketayotgan bo'lsak, demak bizda o'sha shuur bo'lmabdi. Mana darslarga kelyapsizlar, eshitib o'tiribsizlar. O'sha qalbga bir saodat shuuri kiryaptiki, qalbingiz ochilyapti, ma'naviyatingiz ko'tarilyapti, maza qilyapsiz, o'shuning uchun kelyapsiz. Agar o'sha shuurni qalbingizga bu madrasadagi ta'limingiz, o'qiyotgan Qur'oningiz, qilayotgan sadaqangiz, tutayotgan ro'zingiz shu shuurni bermayotgan bo'lsa, bu amaldan tezda zerikasiz. Allohga bog'lanmagan holda ihson tarqatadi. Allohga bog'lanmagan holda ihson tarqatadi-da, odamlardan rahmat eshitmasa, ta'na malomat eshitsa, aytadiki, odamlar yomon bo'lib ketibdi deydi. Ha, demak siz shu gapni gapirdingizmi? Demak odamlar qadrlamabdi sizni. Endi qadrlashini kutibsizmi? Demak siz Allohga bog'lanib turib qilmasiz u yaxshilikni. Demak siz Allohga bog'lanib turib qilmabsiz u yaxshilikni. Mana tushunyapsizlarmi nima uchun zerikadi odamlar amaldan? Nima uchun talabalar kitob o'qishdan malollanadi? Nima uchun odamlarda dindan mana shu qalbida sovushlik paydo bo'ladi? Chunki o'sha shuurni totib ko'rgani yo'q. Hamma narsadan zerikdim deydi. Bandani iymonini quvvatlab, oziqlantirib turadigan narsa nima? Ana shu iymonini quvvatini so'yib ketishdan to'sib turadigan narsa nima?
iymon halovatini totib ko'rish, saodat shuurini totish. Qalbingiz, nafsingiz orom oldimi, shu saodat shuurini his qilib ko'rdingizmi, yana borasizda, chunki mazasini tushunib qoldingiz. Mana shu saodatli qiladigan shuurlar inson qalbini to'ldiradi, dindan malollanishdan to'sib turadi. Mana shu narsa bugungi darsimizni mavzusi edi. Gohida qalbi o'lgan odam bilan o'tirib gaplashib qolasan. Hamma narsadan zerikkan, hamma narsadan to'ygan, malollangan, hech narsani xohlamaydi. Qalbida insoniy shuurlar o'chib qolgan. Bunaqa odam bilan 1 soat o'tirganingdan keyin uning ruhiy holati senga ta'sir qiladi. Senga mana shu salbiy holatdan nima bo'ladi? Yuqadi. Sen ham ko'ngling sovut ketadi. Gohida buni aksi, tirik, g'ayratlik, shijoatlik, qalbida o'ti bor, qalbi o'lmagan odam bilan o'tirasan, uni o'tidan, uni shijoatidan senga ham nima bo'ladi? Yuqadi. Endi qara birodar, sen atrofingda ko'proq qaysinisi mana shu ikki toifani? Tinmasdan vahimani gapiradigan, tinmasdan naqdni gapiradigan, tinmasdan siyosatni gapiradigan, tinmasdan negativni gapiradigan odam ko'proqmi? Yoki seni ma'naviyatingni ko'taradigan odamlar ko'proqmi? Hech narsa emas, birodar, o'tib ketadi. Peshanamizga yozganini ko'ramiz. Iymon yo'liga turtuvchi narsa, iymon yo'liga yetaklovchi omil. Bugungi mavzuimiz al-vajd mavzusi. Insonni saodatli qiluvchi tuyg'u, uni iymon yo'liga boshlovchi bo'lgan his. Payg'ambarimiz yuqorida biz o'qigan hadisida iymon halovatini totib ko'ribdi. Kim? Alloh va Rasuli hamma uchdan ko'ra unga sevimliroq bo'lsa. Kimda iymondagi huzur, halovat shuuri bo'lar ekan, shunday odamdaki, u uchun Alloh va Rasuli hamma narsadan ko'ra sevimliroq. Ya'ni bir odamni yaxshi ko'rgan bo'lsa, u faqat Alloh uchun yaxshi ko'radi. Va bir ishni qiladigan bo'lsa, Allohning roziligi qiziqtiradi xolos. Odamlar nima deydi, xotini rozi bo'ladimi, yo'qmi farqi yo'q. Muhim Allohning rozi bo'lishi. Masalan, bir ish qilmoqchisiz, dunyoviy foyda bor. Uni qilsangiz odamlar ham xursand bo'ladi, ammo Alloh norozi bo'ladi. Nima qilasiz? Qaysi tarafga moyil bo'lasiz? Agar Alloh va payg'ambarning roziligini qo'yib, odamlarning roziligini tanlaydigan bo'lsangiz, ayolingizni ko'nglini istaydigan bo'lsangiz, dunyoviy bir foydani tanlaydigan bo'lsangiz, sizga hali iymon halovatini totishlikka yo'l bo'lsin. Qalbingiz torligicha, quruqligicha, o'ligicha turaveradi. Allohning yer yuzida valilari bor. Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va la hum yahzanun allazina amanu va kanu yattaqun. Avliyolar iymon keltirgan va taqvo qilgan insonlar. Ana shunday valilar bor. Ularga ko'zing tushishi bilan kim esingga keladi? Alloh esingga keladi. Ularning ko'rinishi o'zi yo'q odamlarga Allohni eslatadi. Bunaqa odamlarni uzoqdan ko'rishingiz bilan tavba qilish keragi sizga tushadi. Namoz, sadaqa, boshqa amallar. Payg'ambarimiz aytadilar: "Avliya ummati idza ru'u zikirallohu bihim." Ummatimning avliyolari agar ular ko'rilsa, ular sababli Alloh eslanadi. Sizni ko'rishganda nimani eslaydi odamlar? Futbolda. Sizni ko'rganda nimani eslaydi odamlar? Siyosatni. Sizni ko'rganda nimani eslaydi odamlar? Osh bilan dimlamani. Bizni ko'rsa nimani eslaydi odamlar? Afzalukum allazina idza ru'u zikirallohu ta'ala li ru'yatihim. Rasululloh aytadilar: sizlarning oranglardagi eng afzallaringlar shunaqa odamlarki, agar ular ko'rinsa, ularning ko'rinishi sababli Alloh eslanadi. Demak, iymon halovatini, saodat shuurini his qilishligini birinchi sharti Alloh va Rasuli sizga hamma narsadan ko'ra sevimliroq bo'lish kerak. Bir insonni Alloh uchun yaxshi ko'rish qanaqa bo'ladi? Bir odamni Alloh uchun yaxshi ko'rishi qanaqa bo'ladi? Qarindosh emas,
tijoratdagi sheriging emas, sponsoring, homiying emas, undan biror narsani umid qilayotganing yo'q. Bironta dunyoviy manfaat yo'q u bilan qilgan muomalangda. Faqat Allohning roziligi uchun yaxshi ko'rasan. Nima uchun? Chunki solih banda. Allohning taqvoli bandasi. Uni ko'rsang Alloh esingga tushadi. O'shuning uchun yaxshi ko'rasan uni. Bunaqa odam bilan soatlab gaplashib o'tirsang ham malollanmaysan. Yonidan turib ketgan kelmaydi, doim xaridorsan. U bilan o'tirsang motivatsiya olasan. O'sha nechta o'shaqa odam bor atrofimizda. Biz o'zimiz qanaqamiz? Agar bitta odamni mana shunday yaxshi ko'rgan bo'lsang, demak sen iymon halovatini totibsan. Demak, hadisda aytilgan ikkinchi alomat bir kishini yaxshi ko'rsa, faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa. Uchinchi alomat وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ. Alloh uni kufrdan qutqarganidan keyin yana kufrga qaytib qolishni yomon ko'rsa, xuddi o'tga tashlanishni yomon ko'rganidek. Johil edi, fosiq edi, har xil ishlarni qilib yurar edi, Alloh hidoyat qildi-da chiqdi undan. Kufrdan, shirkdan, ma'siyatdan. To'g'ri yo'lga yurdi. Endi shu odamga qaytasanmi desa, xuddi o'tga tashlanasanmi deganda, yo'q degandaqa yo'q deydi. Misol, bir odam tavba qildi, gunoh ma'siyatini qo'ydi, Allohning amriga qaytdi. Keyin pushaymon edi. Tavba qilib, to'g'ri yo'lga qaytgandan keyin pushaymon edi. Aytadiki, oshnalarim deydi, kayf sapoda qilib, xohlaganini qilib yurishibdi. Men bo'lsa baylanib qoldim deydi. Endi 5 yil universitetda o'qishim kerak deydi. Bir kun bormasam, ma'lumotga qolaman. Palon ishlarni qila olmay qoldim deydi. Madrasadagi bolalar, ulfatlar mashina minyapti, qimmat telefon tutyapti, zo'r kiyinishyapti, cho'ntagida puli bor, har kuni kafeda o'tiribdi. Madrasaga kirganingizga pushaymon yevorasiz. Ovqatni o'lchab beradi. Ko'chaga chiqarmaydi. Mo soatda yotasan, mo soatda turasan deydi. O'shunda nima qilasiz? Shart tashlab yuboraymi deysiz. Doktorlar, qo'l ko'tarib qo'yinglar. 3-4 kursga borganda zadniy xod berish kerak bo'lgan-a? Yomon tortganmi? O'sha 4-3 kursda o'qiganlarda eslanglar-da. O'sha qiyinlashib ketganidan, og'irlashib ketganidan o'sha 4-3 kursda elanib qoladi vrachlar. Oshnalari kayf sapoda qilib, har kuni osh, har kuni maishat, har kuni bir huzur halovatda yurganda bu bechora nima qilgan? Bitta pirashkani olib, ona korpusdan moral korpusga piyada yurgan. Ha, domla aytmang, yomon bo'lgan. Zato huzurini ko'ryapsizmi? Mashaqa, talabalar, 1 yil, 2 yil sabr qilasiz. Siz o'sha zerikayotganligingiz shu shuurni yo'qligi, qalbingiz hali ham ko'chada turganligini belgisi. Siz Muhammad alayhisalomdan qolgan merosni olyapsiz. Siz Umar ibn Xattobdan qolgan merosni olyapsiz. Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Abbosdan qolgan merosni olyapsiz. Bu narsani faqat Alloh faqat yaxshi ko'rgan bandalarga beradi. Shuni his qilasizmi, yo'qmi? Mana biz aytayotgan odam haqqa, tavbaga yurgandan keyin, iymon, taqvo yo'liga yurgandan keyin pushaymon yeyapti. Ulfatlarim huzur halovatda yurganda men qiylanib yuribman. Bu odam tavba qilganiga afsus chekayaptimi? Iymonga qaytganidan nadomat chekib yuribdimi? Yana fisq fujurga qaytish orzusidami? Demak, bu odam hali iymon degan narsani tushunmabdi, iymonni mazasini totib ko'rmabdi, saodat shuurini his qilmabdi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.